homiladorlikda farzandingiz bilan gaplashganmisiz? Kim uchundir bu juda ham maroqli jarayon, kim uchundir uyatli, yana kimnidir buning uchun malomat qilishadi, to'g'rimi? Lekin aslida farzand tarbiyasi u hali homila bo'lgan vaqtidanoq boshlanadi. O'sha barchamiz eshitgan mashhur hikoya bor, bir ustozga olib borishganda farzandlarini 3 yosh bo'lib, kechikmadikmi deyishganda 3 yil kechga qolibsiz deydilar. Hali-ku homila, lekin tug'ilgan farzandi bilan ham mutlaqo gaplashmaydigan onajonlar bor. Va bu juda ham qo'rqinchli. Chunki juda kech til chiqishi yoki boladan mutlaqo nutqning yo'qolishi juda og'riqli dardlarga olib boradi buning oqibati. Hech ko'rganmisiz videolarni? Autizmga chalingan bolajonlar ba'zan nimadir so'z aytib qo'yishganda yoki ilk so'zlarini aytishganda onajonlar qanaqa baxtiyor bo'lishadi. Chunki farzandining so'zini yillar bo'yi kutgan. Biz esa shunchaki bizga tortiq qilingan bu jarayonni beparvoligicha qoldirishga haqqimiz yo'q va farzandlarimiz bilan ko'proq suhbatlashishimiz, so'zlashimiz kerak. Har qaysi yoshida onaning suhbati, dadaning, onaning muloqoti juda ham muhim farzand uchun. Farzandingiz bilan kuniga necha marotaba, qancha vaqt suhbatlashasiz? Va bu kerakmi, nima deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz qiziq.